Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsda bizlar korrelyatsiyani ko'rib chiqamiz. Albatta, tadqiqot ishida o'zgaruvchilar orasidagi munosabatni aniqlashda ushbu test muhim hisoblanadi. O'zbek tili lug'atiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, korrelyatsiya bu narsalar va tushunchalar o'rtasidagi munosabat, ularning o'zaro muvofiqligi, bir-biriga bog'liqligi deb ta'kidlanadi. Matematik nuqtai nazardan ta'rifga qaraydigan bo'lsak, qat'iy funksional xususiyatga ega bo'lmagan tasodifiy miqdorlar orasidagi ehtimoliy bog'lanish deb ta'rif berilgan. Statistika kursida albatta korrelyatsiyani chiqarish mumkin. Uning uchun ushbu buyruqdan foydalanadi, ya'ni correlate var1, ya'ni bu siz tomonidan foydalanadigan erksiz o'zgaruvchi yoki bog'liq o'zgaruvchi, var1, var2, var3 esa bu albatta mustaqil o'zgaruvchi yoki erkli o'zgaruvchi deb kiritish mumkin. Albatta, ushbu jarayonda natija olingan. Natijaga qaraydigan bo'lsak, oila boshlig'ining daromadiga ma'lumot, jins, yosh va daromad manbaining bog'liqligi ko'rib chiqilgan. Ushbu tahlil natijalariga agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, oila boshlig'ining daromadi va uning ma'lumoti o'rtasida munosabat 68.7% ni tashkil qiladi. O'z navbatida savol tug'iladi. Ya'ni bu ikki o'zgaruvchi, ya'ni oila boshlig'ining daromadi bilan ma'lumot o'rtasidagi munosabat statistik ahamiyatga egami yoki bo'lmasa ular orasidagi munosabat tasodif emasmi? Ya'ni biz H-A alternativ gipotezani qabul qila olamizmi yoki yo'qmi? Mana shu jihatlarida albatta bizlarda bu jarayon bo'yicha javob topish kerak bo'ladi. Bizlarda garchi bu yerda var1 ma'lumot o'zgaruvchi koeffitsient katta bo'lsa-da, biz ayta olmaymiz statistik ahamiyatga ega debdir. Ya'ni ushbu tahlil natijasiga qarab ma'lumoti 68.7% tashkil qilyapti. Ya'ni qolganlariga nisbatan ancha yuqori. Bu albatta statistik jihatdan ahamiyatli degan fikrda biz ayta olmaymiz. Pi qiymatini aniqlash lozim bo'ladi bunday jarayonda. Pi qiymatini aniqlash uchun PV core var1, var2, var3 va virguldan keyin sig desa, ya'ni significantligini chiqaradigan bo'lsa, ushbu jarayonda stata avtomatik, ya'ni bu yerda y bilan x lar orasidagi munosabatning statistik jihatdan ahamiyatli ekanligini chiqarib beradi. Albatta, buni olib qaraydigan bo'lsangiz, agar bu yerda ushbu ko'rsatkichda, ya'ni bu 1% deb hisoblanadi, ya'ni bu yerda ma'lumot bilan oila boshlig'ining o'rtasidagi munosabat 1% statistik ahamiyatga bo'lyapti. Jins ham oila boshlig'i daromadi bilan, yosh ham va albatta daromad ham bu yerda statistik ahamiyatga bo'lyapti. Biroq yosh bilan oila boshlig'ining daromadi o'rtasidagi 1% statistik ahamiyatli bo'lsa-da, yoshning oshib borilishi daromadning pasayishiga, ya'ni bu yerda minusdan ifodalanganligi uchun ishora kamayishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Albatta, eng yomon tomonini aytishim kerakki, bu jarayonda tahlil ekonometrik modellarda foydalanilgan paytda albatta korrelyatsiya, ya'ni o'zgaruvchilar orasidagi munosabatni aniqlash uchun korrelyatsiya qilinadi. Korrelyatsiya jarayonida biz tomonidan olingan, ya'ni erkli yoki bo'lmasa bog'liq o'zgaruvchi bilan erksiz bog'liq o'zgaruvchi bilan erkli bog'liq o'zgaruvchilar, mustaqil o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabat korrelyatsiyasi mavjud bo'lsa, biroq mustaqil o'zgaruvchilar erkli o'zgaruvchilar orasida, ya'ni korrelyatsiyaga tushib qoladigan bo'lsa, u holatda bu bizning tadqiqot ishimiz uchun yaxshi bir natija hisoblanmaydi. E'tibor bergan bo'lsalaringiz, ushbu jarayonda, ya'ni ma'lumot bilan jins yoki bo'lmasa jins bilan yosh yoki bo'lmasa yosh daromad manbai, bu yerda yosh bilan daromad manbai barchasi bu yerda korrelyatsiyaga tushib qolgan.
ya'ni biz tomonidan olingan mustaqil o'zgaruvchi yoki erkli o'zgaruvchilar o'zi bilan korrelyatsiyaga tushib qolganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta bunday holatda korrelyatsiyaga tushmaslik kerak. Imkon qadar korrelyatsiyaga tushishi bizlarda albatta bu yerda muammolar keltirib chiqaradi, ya'ni multikoloniallik muammosini keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu jarayonda korrelyatsiyaga tushmasligi uchun yoki bo'lmasa agar korrelyatsiyaga tushgan bo'lsa, albatta bu o'zgaruvchilarda boshqa holatda shaklda o'zgaruvchini o'zgartirish orqali ular orasidagi korrelyatsiyani ko'rib chiqish mumkin. Albatta bu yerda respondentlar soni bilan ham statistika chiqarish mumkin. Uning uchun PV core var 2 var 3 obs, ya'ni observational degan soni degan ma'noni anglatadi bu buyruqda, va sig, ya'ni respondentlarning soni va muhimligini ham chiqarib beradi. E'tibor bergan bo'lsalaringiz, mana bu 1428 ta respondentlarni har birida nechta respondent ishtirok etgan bo'lsa, har birida chiqarib beradi. Agar qaysidir o'zgaruvchida missing, ya'ni xatoliklar bo'ladigan bo'lsa, u holatda xatoliklarni ham bu yerda ko'rsatishi mumkin. Ya'ni masalan 1428 ta emas, 1400 misol uchun 1400 misol uchun 20 ta bo'lishi mumkin. Ya'ni jins bilan oila boshlig'ining o'rtasidagi respondentlar soni 1420 ta deb ko'rsatishi mumkin. O'zgaruvchilar orasidagi munosabatni bo'lsa, unda ya'ni muhimlik belgisi, ya'ni u yerda yulduzcha deyiladi, buni chiqarishi mumkin. Uning uchun bizlar PV core, ya'ni bu o'zgaruvchi, ya'ni bog'liq o'zgaruvchi, mustaqil o'zgaruvchilar va albatta oxirida mana shu buyruqni yozadigan bo'lsak va sig deb qo'ysak, ya'ni bu signifikantligi har bir biz tomonidan kiritilgan mustaqil o'zgaruvchi bilan bog'liq o'zgaruvchining muhimligini ko'rsatib beradi. E'tibor bergan bo'lsangiz, yuqorida ham ta'kidlab o'tdikki, ya'ni bu yerda o'zgaruvchilar, ya'ni mustaqil o'zgaruvchilar ichida o'zaro bir-biri bilan korrelyatsiyaga tushyapti. Albatta bunday korrelyatsiyaga tushib qolinishi bizning tadqiqot ishimizning yaxshi natija olishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Umumiy holatda korrelyatsiyada foydalanganda ushbu adabiyotlarni iqtibos sifatida foydalanish mumkin. Umumiy holatda korrelyatsiyani hisoblash formulasi ushbu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni bu yerda x biz tomonidan kiritilgan o'zgaruvchi va bu yerda o'rtacha hisoblanadi. Y'imiz uning o'rtachasi va bu x mustaqil o'zgaruvchi bilan ularning o'rtasidagi o'rtachaning ayirmasining kvadrati va xuddi shunday bog'liq o'zgaruvchining bog'liq o'zgaruvchida, ya'ni bu yerda ularning o'rtachasi bilan ayirmasining kvadrati ildiz ostidan shuni hisoblaganda bu yerda aniqlanadi. Albatta o'zgaruvchilar orasidagi munosabatni grafikda ham ifodalash mumkin statistikada. Ya'ni bu yerda graf matrix deyiladi. var 1, var 2, var 3 va oxirida xavf. Agar oxirida xavf yozilmaydigan bo'lsa, u holatda bu jadval to'la-to'kis qilinadi. Xuddi mana shu tomondagi holat, ya'ni bu tarafda ham bo'ladi. Shuning uchun bizlarda bu tarafi bizlarga kerak emas, bir taraflama bo'lgani ma'qulroq. Shuning uchun xavf desa, ya'ni bir taraflama, ya'ni yarmini chiqarib beradi. Ya'ni bunda ko'rinishi mumkinki, ya'ni oila boshlig'ining daromadi, ya'ni mana bu qism hisoblanadi, ya'ni pastki qismi hisoblanadi. Ma'lumot esa bu, ya'ni ro'parasida, ya'ni qarshi taks hisoblanadi. Agar siz jinsni oladigan bo'lsangiz, jins nuqtai nazardan bizda 0,1, mana oila boshlig'ining daromadi nuqtai nazardan mana bu. Ya'ni bunday ko'radigan bo'lsangiz, oila boshlig'ining daromadi deganda, ya'ni 0 dan bu yerda 150 gacha, ya'ni bu million so'mda olingan. Daromad manbai esa masalan 0 va 1. Ya'ni e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, 1, ya'ni noqishloq xo'jalik faoliyatida keladigan daromadlar hisoblanadi. Noqishloq xo'jalik faoliyatiga keladigan daromadlar qishloq xo'jalik faoliyatidan keladigan daromadlarga qaraganda yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni nisbatan bunga qaraganda yuqorida ekanligini ko'rishimiz mumkin. Albatta o'zgaruvchilar orasidagi munosabatni
grafikda ifodalash mumkin, ya'ni ID kodi bilan, ya'ni siz tomonidan kiritilgan o'sha respondentlarga qanday kod ostida kiritilgan bo'lsa, o'sha kod bo'yicha albatta bu yerda grafikda o'sha kodi bilan chiqarish mumkin. Uning uchun graf matriksi var 1, var 2, var 3 have mlabel id, ya'ni mlabel id. Agar siz kod deb kiritgan bo'lsangiz yoki bo'lsa id deb kiritgan bo'lsangiz, u holatda mana shu yerga shu narsani yoziladi. Ya'ni bu yerda siz kichkina harf bilan id yozgan bo'lsangiz, id deb qo'yishingiz kerak. Sababi sizda agar respondentlarni kodlashda boshqa nom ostida bo'ladigan bo'lsa, u holatda o'qimaydi. O'sha qaysi nom ostida bo'ladigan bo'lsa, shuni mana shu yerga kiritish kerak bo'ladi. Keyingi holatga e'tibor beradigan bo'lsangiz, albatta bu yerda ikki o'zgaruvchi ichida o'zaro munosabatlarni grafikda ifodalashni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda masalan bu yerda kategorik yoki ikkilik o'zgaruvchi holatda har birining ichida ko'rish mumkin. Masalan, graf by daromad manbai, ya'ni 0 degani qishloq xo'jaligini ichida ko'rib chiqyapti korrelyatsiyani va 1 degani noqishloq xo'jalik faoliyati ichida korrelyatsiyani ko'rib chiqyapti. Ya'ni oila boshining daromadi viloyatgacha bo'lgan masofa nuqtai nazaridan, oila boshining daromadi viloyatgacha bo'lgan masofa nuqtai nazaridan, ya'ni bu noqishloq xo'jalik faoliyatida keladigan manbalar asosida ko'rib chiqilyapti. E'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, oila boshining daromadi, ya'ni bu yerda viloyatgacha yoki bo'lmasa tuman markazigacha bo'lgan masofa, ya'ni bu yerda qanchalik yaqin bo'ladigan bo'lsa, albatta bu yerdagi holatda ham daromadning yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin. Aks holatda qishloq xo'jalik faoliyatida keladigan daromadlarga e'tibor beradigan bo'lsak, viloyat yoki tuman markazidan qanchalik uzoq bo'ladigan bo'lsa, albatta ularning daromadi shunchalik past nisbatan noqishloq xo'jalik faoliyatidan keladigan daromadlarga nisbatan pastligini ko'rishimiz mumkin. Keyingi holatda albatta bu yuqorida mana bu yerdagi nuqtacha ko'rinishdagi holatni shaklini dumaloq, ya'ni doira shaklida ham respondentlar joylashgan joyini qilish mumkin. Uning uchun esa graf matrix var 1, var 1, var 2, var 3 have m symbol ox deyiladi. Ya'ni ox degani bu dumaloq shaklda ifodalanishi, ya'ni mana shunday holatda ifodalash mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Doim sog' bo'lingizlar.